Yana zo'r psixologiya bor. 24 soat sizni, shaxsan sizni 24 soat aybingizni qidirib o'tirishlikdan maqsad nima? Tirnog'ingizdagi kiringizdan, teringizni rangidan, sochingizni oq qoraligidan, soqolingizni kalta qisqaligidan, ko'zingizni tepada qoshingiz borligidan, qulog'ingizni ikkitaligidan mavzu qilishdan maqsad nima? Sizni ideal shaxs deb o'ylaganlari, sizni o'ta ideal deb o'ylashgani uchun sizdan ayb qidirishyapti. Voy, men ideal emasman. Mendagi aybni o'zimdan so'ra, nima qilasan yo'q narsalarni ayb deb taqab. Borini men aytib beraman. Bor ayblarim bor, lekin yo'q aybni aytib, bu shunaqa ham ideal bo'ladimi? Bu degan tasavvur bor. Sizni tanqid qilayotganlar aslida sizga tan berayotganlar. Sizni ideal shaxs deb o'ylaganlari, sizni tanqid qilayotganlar aslida sizga tan berayotganlar.